Glomerulonefrit bu buyrakning asosiy filtratsiya qismi hisoblangan glomerulaning autoimmun yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Glomerula bu kapillyar chigaldan iborat bo'lib, kapillyar o'z organizmdagi immun tizimi orqali zararlanadi. Bu kapillyarlarning ichki devori, ya'ni endoteliysi teshikchali bo'ladi. Bu teshikchalar juda kichik bo'lib, qonning suyuq qismi filtrlanadi. Bu yerdan qonning shaklli elementlari, ya'ni eritrositlar, leykositlar bu qismidan o'ta olmaydi. Autoimmun yallig'lanishda immun tizimi har xil immunotrombozlar, komplement oqsillari va fibrinlarning cho'kishi bilan kapillyar endoteliysi torayib, kichiklashib qoladi. Natijada buyrakning filtratsiya funksiyasi pasayadi. Shuning uchun ham glomerulonefritda oliguriya, ya'ni siylikning kam ajralishi kuzatiladi. Buyrakda yallig'lanish natijasida bu kapillyarlarda shish kuzatiladi. Bu esa buyrakka bog'liq gipertenziya, ya'ni qon bosimining oshishiga olib keladi. Keyin bu yallig'lanish natijasida kapillyarlarda nekroz va har xil yorilishlar sodir bo'ladi. Bu yorilishlar natijasida yoriqlardan qon, ya'ni eritrositlar o'tishi kuzatiladi. Va undan tashqari qon tarkibidagi yirik molekulali oqsillar ham bu yoriqlardan o'tib quyidagi klinik ko'rinishlarga olib keladi. Ya'ni buning natijasida gematuriya, ya'ni qon tarkibida siydik bo'lishi va proteinuriya, ya'ni qon tarkibida oqsil bo'lishi kuzatiladi. Bu oqsilning belgili xususiyati, agar siydik tarkibida oqsil bo'lsa, siydik ko'pikli bo'ladi. Qon bo'lsa, qizg'ish bo'lib, ikkalasi birga kuzatiladi. Natijada go'sht yuvindisiga o'xshash siydik ajratiladi. Buning ustiga siydik kam ham ajraladi. Glomerulonefrit o'z vaqtida davolanmasa, bel sohasida og'riq kuzatilishi mumkin. O'zi glomerulonefritda odatda og'riq sezilmaydi, lekin og'ir formalari, qaytmas shakllarida og'riq kuzatilishi boshlanadi. Oyoqda har xil shishlar sodir bo'ladi. Bu shishlar bosib ko'rilsa, bosilgan maydon o'z holiga qaytishi qiyin bo'ladi. Bu yurak shishlaridan farqlashda muhim ahamiyatga ega. Keyin bunday bemorlar buyrak yetishmovchiligi natijasida gemodializ apparatidan foydalanishiga to'g'ri keladi, ya'ni buyrak vazifasini bajarib beruvchi. Bundan tashqari qondagi har xil immun komplekslardan tozalovchi plazmaferiz apparatlariga bemor muhtoj bo'ladi va oxir-oqibat buyrak yetishmovchiligi o'ta yuqori formalarida buyrakni olib tashlash, ya'ni transplantatsiya, buyrak ko'chirib o'tkazishgacha olib boruvchi xavfli kasallik hisoblanadi. Demak, buyrak kasalliklariga yetib keldik. Buyrak kasalliklari, ya'ni xalq orasida buyrak shamollashi deyilsa, asosan ikki xil kasallik tushuniladi. Bular glomerulonefrit va pyelonefrit. Bu ikki xil kasallik hisoblanadi. Uning etiologiyasi bo'yicha, ya'ni keltirib chiqaruvchi omil ham bir-biridan keskin farq qiladi. Glomerulonefrit autoimmun kasallik hisoblanadi, ya'ni immun tizimi orqali zararlanadi. Pyelonefrit esa asosan infeksiyalar keltirib chiqaruvchi yallig'lanish bilan kechadi. Keyin ularning lezoni, ya'ni shikastlangan joyi ham bir-biridan farq qiladi. Glomerulonefritda asosan nefronlarning glomerula qismi shikastlanadi. Pyelonefritda esa buyrak jomi, kosachalar va oraliq to'qimalar yallig'lanishi bilan kechadi. Glomerulonefrit bu nefrologiya, immunologiya va gematologiyalarni o'zida birlashtirgan kasallik hisoblanadi. Shuning uchun ham immunologiya, ya'ni immun tizimi haqida ham tushunchaga ega bo'lish kerak. Immun tizimi ular ikki xil bo'ladi, tabiiy va orttirilgan. Tabiiy immunitetga komplement tizim, fagositlar, ya'ni fagositoz qiluvchi hujayralar, neytrofillar, makrofaglar kiradi va ular nospetsifik bo'ladi, ya'ni umumiy ta'sir ko'rsatadi. Aynan bir
bakteriya yoki uning ishlab chiqargan antigeniga ta'sir ko'rsatmay umumiy ta'sir ko'rsatadi va bu tug'ilgandan mavjud bo'ladi. Orttirilgan immun tizimi hayoti davomida shakllanadi. Tug'ilgan vaqtda bu immun tizimi mavjud bo'lmaydi. Bu biron bir kasallikni yuqtirgandan keyin shakllanadi. Misol uchun bir bakteriya yoki viruslar yuqqandan keyin aynan shu bakteriya yoki virus turi uchun xos immun tizimi shakllanadi. Shuning uchun ham bu spetsifik hisoblanadi. Tabiiy immunitet non-spetsifik, orttirilgan esa aynan bir tur uchun immunitetni shakllantiradi. Demak, bularga T limfositlar va B limfositlar kiradi. T limfositlar o'sha birinchi marta yuqtirganda shu bakteriya ishlab chiqargan antigenlarni tanish va B limfositlarga uzatish vazifalarini boshqaradi. B limfositlar esa antitelalar ishlab chiqaradi. Ya'ni bu antigenlarni bog'lovchi antitelalar ishlab chiqaradi. Bular immunoglobulinlar bo'lib, ya'ni immunoglobulin G, M, A va boshqalar kiradi. Bu tabiiy immunitetning komplement tizimi bu qon plazmasidagi 30 ga yaqin oqsillar yig'indisidan iborat. Bu oqsillar komplement tizim oqsillari bo'lgani uchun K harfi bilan belgilanadi, ya'ni K1, K2, K3, K9 gacha davom etadi va bular bir-birini aktivlaydi, ya'ni komplement 1 2 ni aktivlaydi, 2 esa 4 bilan birgalikda 3 ni aktivlaydi va hokazo shunday tuzilishga ega. Va bundan tashqari komplement tizim bu tabiiy va orttirilgan immunitetni bir-biriga bog'laydi. Bu bog'lashi qanday amalga oshadi? Bu bog'lanish klassik yo'l deyiladi. Ya'ni bu orttirilgan immunitetning tarkibiga kiruvchi B limfositlar patogen mikroblar ishlab chiqargan antigenlarga qarshi antitelalar ishlab chiqaradi va ular birgalikda qo'shilib immun kompleksni hosil qiladi. Bu immun kompleks esa tabiiy immunitetning bir qismi bo'lgan komplement tizimini faollashtiradi. Bu esa komplement tizimning klassik yo'li deyiladi. Keyingisi alternativ yo'l. Bu ko'pincha bakteriya va viruslarning tashqi membranasining yuzasida ularning polisaxaridlari, ya'ni ular ishlab chiqargan toksik moddalar ta'sirida to'g'ridan-to'g'ri komplement tizimi, ya'ni komplement oqsillari faollashuvi amalga oshadi. Demak, bu immun tizimi bugungi mavzuni tushunishga fundament bo'lib xizmat qiladi. Demak, glomerulonefrit histopatologik va klinik ko'rinishiga ko'ra asosan o'tkir va surunkaliga ajratiladi. O'tkir glomerulonefrit bu o'tkir yallig'lanish bilan kechib, buyrakdan tashqari simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Surunkali glomerulonefritda bu surunkali yallig'lanish bilan kechadi uzoq muddat, ya'ni remissiya, qaytalanuvchi davr va avj olib boruvchi davrlar almashinib turishi bilan kechuvchi va buyrakning funksional yetishmovchiligiga olib keluvchi surunkali formasi hisoblanadi. Bu glomerulonefritning bu klassifikatsiyasi hozirgi kunda uning patogenezini tushunishga va uni to'g'ri davolashga mos kelmaydi. Hozirgi kunda esa immunopatogenezi bo'yicha yangicha klassifikatsiya kashf qilingan. Bular bu orqali uning patogenezini tushunish va immunoterapiya, ya'ni uni davolash taktikasini to'g'ri tanlash imkonini beradi. Bular infeksiya bilan bog'liq autoimmun, alloimmun, avtoinflammator, monoklonal gamopatiya bilan bog'liq glomerulonefritlardir. Bu 5 ta klassifikatsiya bular bir-biridan farq qiladi va davolash ham o'ziga yarasha farq qiladi. Misol uchun, infeksiya bilan bog'liq glomerulonefritda immunitetni bostiruvchi dorilar berilsa, infeksiyalar uchun qulay sharoit tug'ilib, ular yanada avj olib borib, kasallikni davolashning o'rniga yanada kuchaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Demak, bu hozirgi kundagi immunopatogenez bo'yicha klassifikatsiya eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Demak, o'tkir va surunkaliga ajratishning afzalligi oddiy, tez va klinik amaliyotda ishlatish oson. Kamchiliklari esa faqatgina morfologiyaga asoslangan
immun mexanizmini tushuntirmaydi. Davolash differensiallashmagan, ya'ni ixtisoslashgan davolashga kirmaydi. Endi immunopatogenez bo'yicha 5 ta guruhga ajratish esa uning afzalliklari molekulyar va immun mexanizmini tushuntirib beradi. Dori tanlashni aniq yo'lga qo'yib beradi. Zamonaviy nefrologiya va immunologiyaga mos keladi. Ularning kamchiligi juda murakkab, laboratoriya va biopsiyasiz aniqlash qiyin. Klinik amaliyotda esa oddiy shifokor uchun biroz chalkash, ya'ni cheklanishlarga olib kelishi mumkin. Infeksiya bilan bog'liq glomerulonefritda har xil bakteriya, viruslarga bergan immun javobi natijasida kelib chiqadigan glomerulaning yallig'lanishi bilan kechuvchi jarayon hisoblanadi. Etiologiyasi post-streptokok glomerulonefrit. Post deyilishiga sabab streptokokdan keyingi asoratlar hisoblanadi. Ayniqsa streptokoklarning beta gemolitik streptokoklarning A guruhi ko'pincha bu infeksiya bilan bog'liq glomerulonefritni keltirib chiqaradi. Aynan bu bakteriyalar to'g'ridan to'g'ri glomerulada joylashishi shart emas. Misol uchun angina deyiladi, tanzilit, faringit. Ya'ni yallig'lanish o'chog'i boshqa joyda, lekin ular ajratib chiqargan antigenlar va immun tizimi javob bergan antitelalar birgalikda immunokomplekslar hosil qilib, glomerulaga cho'kib qolishi, ya'ni u qismini autoimmun yallig'lantirishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday omillarga yana orttirilgan immunitet tanqisligi virus ham, gepatit C, gepatit B lar ham glomerula qismini zararlashi mumkin. Bundan tashqari Epstein-Barr virusi, paravirus, simfilis, sil va bezgaklar ham infeksiya bilan bog'liq glomerulonefritni keltirib chiqarishi mumkin. Buni patogenezi bilan tanishamiz.